Selamünaleyküm dostlar. Bugün sizlerle beraber 783. Bugün sizlerle 60 dobracıdaki şakarımı gözlemem degandim. Sizler 109 dobracı kildinglar. Endi 120 dobracıdaki Survival'da yaşap göremiz. Hani ketdi. Endi bugün sizlerga bu yerlarni tanıştırıp chiqaman. Hozir mana bu mening uyim. Mana barcha uylarni tanishtirib chiqaman. Bu poyez yo'li o'zlaringiz ketganmi? Bu esa hozir bu yer tarzida boshlaymiz. Bu tarz hali jihozlanmagan, keyin jihozlaymiz. O'shaning uchun hozir boshqa yerlarni ko'rib chiqamiz. Bu video o'zi ikkinchi etajga yo'l qilmoqman ekan. Uzr. Keyingi qismlarda chiqaraman. O'shaning uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu ham mening uyim. Hozir bu yerlarga yo'l ochilmagan ekan. Sizlar o'sha xatolarimni keyingi qismda to'g'rilab qo'ygan bo'laman. O'sha uchun ko'ramiz. Bu futbol maydon. Bu esa bank. Qalay chiqibdi. Internetda hali bitmagan. Mana hozir mana shu yerda uxlab olaylik. Hozir mana shu yerdan chiqamiz. Keyin boshqa dam oladigan joylar ham bor, o'sha yerlarni ham ko'rsataman. Bu do'stim ko'rgan. Buni hali hech kimlarni bilmayman. Adashib qolsam kerak. Mana o'yinchi birinchi etajni ko'rsata olarman. Ikkinchi etajni. Birinchi uyimni ko'rsataman. Kerak. Mana bu vanna. Bugungi videoda hamma barchasini tanishtirib chiqaman. Ko'rishda davom eting. Mana endi do'stimni ko'ramiz. Mana bu jihozlarni men qurganman. Mana bu endi hozir boshqa yerlarni ham ko'rib chiqamiz. Bu uyni ham men qurganman. Mana shuni men qurganman. Bu sizlar ko'rmagan ko'proq uylar bor bu yerda. Eshigini yo'q qo'yibdigan. Boshqa uylar ham bor edi. Bu yoqda. Men uyim bu yog'iga qaramayapman. Mana bu eyvon. Bu esa o'zlarimiz yerlar koreksiyasi deb nom qo'yibmiz. Mana shunaqa har xil bo'lgani uchun. Obuna bo'lishni unutmang. 120 obunachidan keyin
sizler uchun Survival'da yashab turamiz. Aytgancha bu esimdan chiqib qoldi. Muzey bu yer, muzey. Barcha rasmlarni qo'yganmiz. Mana shuning uchun buni masalan buni olib tashlayman. Mana. Endi bu yoqda büyük kutubxona. Mana. Bu yerlar ham xato bo'lgan. Keyingi qismlarda to'g'ri bo'ladi. Bu yer esa kafe. O'tiradigan joylari mana ko'rsangizlar edi. Mana. Bu yerlar hali to'g'rilanadi. Bu kassa. Bu yer esa o'tiradigan joy. Bu esa qarandolik. Mana. Buni hozir qaytib joyiga qo'yamiz. Buni bu yerga qo'yamiz. Bu yerda narsalar bor. Demonstrasyonlar ham bor. Bittasi o'zimniki edi. Boyagi o'rtog'imnikidek men ham qurganman. O'sha ham bor. Bu mana shu. Bu o'zi ochadi eshiklarni. Bu yotadigan xona. Bu dasturxon. Bu yerda o'tiradigan joy. Bu yerda o'tiradigan joy. Bu yotoqxona. Bu yer ham o'tiradigan joy. Bu yer ham. Bu yer esa basseyn. Endi hozir ikkinchi darajaga chiqamiz. Ikkinchi darajada hech narsalar yo'q hozirchalik. Endi qurilgan, o'shaning uchun hech narsa qo'ymaganmiz hali mana. Lekin basseyn qo'yamiz. Mana basseyn joyi bor. Basseyn bor. Mana. Mana yana bittasiga boramiz. Mana bunga qaranglar. Hech qilib ko'rganmisizlar mana shuni? Mana, uçadigan bo'ladi. Sizlar ham sinab ko'ringlar. Sinagan bo'lsangizda kommentariyaga sinadim deb yozib qoldiringlar. Hozir boshqa joylarga boramiz. Hozir ikkinchi joyga keldik. Bu yerdan chiqamiz endi. Bu yer hozir joy bo'lsa qarab ko'raman. Buni ham o'zim o'rganman. Hozir endi sizlar bilan mana shu yerda uchib ko'ramiz. Hozir uchamiz. Bulutlarga chiqamizda uchamiz. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. 120 obunachidan keyin Survival'da yashab ko'ramiz. Eshitganmisizlar? O'zbekiston yutgandan keyin qoch O'zbekiston kelyapti. Bo'ldi.
Video majjoyida to'xtatamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa videoga like, kanalga obuna bo'lamiz. Aytgancha esdan chiqmasin kanalga obuna bo'lish. Biz 120 ta obunachi bo'lganimizdan keyin Survivalda bir kun yashaymiz. 130 ta bo'lganimizdan keyin ikkinchi qismi chiqadi. Xayr.